Sizni ruletlaringiz hali ham o'xshamayaptimi? Yo krem oqib ketib, yo o'zi qattiq bo'lib qolyaptimi? Unda bu retsept aynan siz uchun. Ham hamyonbop, ham juda ham mazali. Buning uchun bizga qimmat magazinda olmasi bo'lishi shart emas. Uydagi bor olmalarimizni artib, uni qirg'ichdan chiqarib, tovamizga solib, keraklicha shakar qo'shamiz, ozgina aylantirib olamiz. Keyin idishimizga 2 dona tuxum chaqib, ozgina tuz qo'shib, 1 stakan shakar qo'shib, yaxshilab oqartirguncha aralashtirib olamiz. 1 osh qoshiq osh sodasini ustida yaxshilab o'ldirib, qatig'imizga aralashtirib olamiz. Oldingi massamizga 1 stakan o'simlik yog'i va tayyor bo'lgan qatig'imizni qo'shib, yetarlicha un solamiz va yaxshilab aralashtirib olamiz. Xuddi shunaqa massa hosil bo'lgandan so'ng, oldindan tayyorlagan olmali qaylamizni solib, listga chiroyli qilib bir tekisda yoyib chiqamiz. Ustidan tuxumli qaylamizni solamiz. Uni ham chiroyli qilib yoyib chiqib, 180 gradusda 40 daqiqa davomida yaxshilab pishirib olamiz. Shunaqa ko'tarilib chiqadi, juda ham yumshoqqina bo'lib, issiqligida boshqa pergamin qog'ozga aylantirib olib, o'rab olamiz socha bilan ushlab. Ustiga saharniy pudra bilan bezatib olishingiz mumkin. Bu ruletimizni